O'sha anaqa qilmoqchi edim. Kredit qoplashingiz kerak. Kredit qoplash uchun sotmoqchisiz. Sotmoqchiman. Iltimos, agar anaqa bo'lsa, oladigan odamlar bo'lsa, kelib ko'rishsin. Anaqa qilishamiz, kelishsin, ko'rishsin, oladigan bo'lsa. Assalomu alaykum. Bola, yaxshimisiz? Sonlarınız yaxshimi? Qayerda joylashgan uyingiz, sotiladigan uyingiz? Bola? Qibretun tumani madaniyat kolxozi, Taraqqiy uchastkasi, Daman ko'chasi 75-uy. 75-xonadon. Orientir nima bo'ladi shunda? Orientir? Nimasi? Orientir mo'ljal qat bo'ladi. Mo'ljali? Ha, mo'ljali Damasdan kanishnisi bo'ladi. Taraqqiy Damasi Taraqqiy, ha. keladigan Damasdan kanishnisi bo'ladi. 40-maktabga orientir bo'ladi, to'g'rimi? Yunusobod Damasi yuradigan yo'lida. Necha sotuvli uyingiz? 10 sotuv. 10 sotuv, necha sotuviga sotmoqchisiz? 7 sotigini sotmoqchiman. 7 sotigini sotmoqchiman. Endi jiyanim kredit olib qo'yuvdi. Shuning uchun o'sha kredit olganlik uchun o'sha kreditni yopmoqchiman. Kreditni. Shuning uchun uyimni sotuvga qo'yyapman. Iltimos, agar anaqa bo'lsa, oladigan odamlar bo'lsa, kelib ko'rishsin. Anaqa qilishamiz, kelishsin, ko'rishsin, oladigan bo'lsa. 10 sotuv, necha sotigini sotasiz? O'sha 7 sotigini sotaman-da. 7 sotigini sotib olmoqchiman. O'sha anaqa qilmoqchi edim. Kredit qoplashingiz kerak. Kredit qoplash uchun sotmoqchisiz. Sotmoqchiman. Necha puldan berasiz? Hozir shunda 7 sotigini. Sotigiga necha puldan berasiz? 7 sotigini anaqa qilsa, mayli 10 dan beraman. 10 mingdan berib yuborasiz. 10 mingdan berib yuboraman. Bo'ldi. Sotigini 10 mingdan berib yuboraman. Har bir sotigini 10 mingdan surishni sotganlar xolam, zarar bo'lgani uchun, sabab kredit olgan jiyanlari qoplamaslar bo'lmaydi, foiz tug'ib yotibdi. Uyga hozir obzor qilib chiqamiz, ko'rib turinglar. Mashg'ulot sotmoqchisiz, to'g'rimi? Shu qo'limni sotmoqchiman. Mana uzunligi 40 metr, mana shu yerdan 7 metr bo'lib beraman. Bo'lib beraman mana. 7 sotigini bo'lib berasiz. Общий 40 metrga 15 metr bo'lyapti. Qani, mana xonalar ham shunday o'tib ketadi olgan odamga, to'g'rimi? Olgan odamga xonadonlar ham o'tadi. Juda ham yaxshi. Burada endi remont qilayotgan xonalaringiz bo'lganda, remont qilayotgan mana bu remont qilayotgan mana kelin uy qilaman deb qo'yuvdim. Mana bu remont qilayotgan uylarim edi. Mana Qorasuvodagi uylar ekan. Uylarim edi. Karton qilingan. Mana. Romlarni akfa qo'yishgan ekan. Akvaromlar qo'yilgan mana. Hammasi qo'yilgan akvaromlar. Umumiy hovlini ko'rinishi, Uni hovlimi ko'rinishi mana shu. bu yoqda ikkita xona bo'lsa, yana bu yoqda ikkita xona. Bu yoqda yana ikkita. Mana bu yoqda ikkita xona bor yana. Mana. Remont talab uylar lekin. Bu yoq ozgina remont Tushunish kerak, xolamgilarniki surishni bo'lgani uchun. Chiqarib qo'yganman. Faqat ozgina remont talab bor. Ana suvolardan chiqarib qo'yganman. Remont talab bor bu yoqda. Mana bu yog'im. Mana bu yog'imni ham remont qilib qo'yganman. Ozgina remont talablari bor mana bu yerlarda. Ozgina. Remont qilish. Remontda bor. Yo'q, hovlingizni pasti bo'lyapti, огород qismi bo'lyapti. Mana bu yoq agaratim. Mana bu yoq agaratim. Mana shu agaratimni o'shanaqasidan teng bo'lib teng bo'laman. 7 sotuvdan beraman. Mana. Agaratim bu yoq. Agaratim. Bu общий uy ko'rinishi. Uylarning past qismi bo'lyapti. Demak, uy past tarafda turgani o'ng tarafda 4 ta xonasi bilan 7 sotuv joyini sotildi. Darvozaxona qoldiriladi. Surishniga sotilyapti 10 mingdan. Endi savdolashib ko'rasizligini, surishni bo'lganligi uchun telefon raqamlarimizdan qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqasizlar. Shunday, egalari xolamni o'zlariniki. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Chernivkaga chiqib ketish yo'li bo'ladi. Chernivka Tamojniga chiqib ketish yo'li bo'ladi. Где-то 6 kilometrcha masofa, orientir 40-maktab. Bu tarafimiz Yunusobodga chiqib ketish yo'li bo'ladi. Shu yerda 12 kilometrcha, bu yog'i madaniyat
Mahallasi Toshkent shahar Yunusobod tumanigacha 12 kilometr.